Erten Abdug'apparning xudoyisi desa, shala eshitib qo'ysam kelaveradi. Shala eshitsam bir ret aytsam ketadi. Ana Abdug'apparning xudoyisine borib kerak ekan deydi, kelaveradi. Yalmaydi ham, qazarmaydi ham, keladi, qamroqat opalam urib o'tiraveradi. Yadam yo'qda. Bir adam aytib turgan, "Uyalmaysizmi? Meshitga kelmaysan, Xudoy tamoqqa kelasan." Uyalmaysizmi? Bir adam aytib turganda, bir adamning Xudoy tamoqini qilmaydi. Tag'in yotdi, namusli odamga o'xshab, shaharvanchilikka borib kerak deb qo'yadi. O chaqirsa bir ret chaqirdi qo'ygan. Azon 5 ret chaqiryapti. Allohu akbar, Allohu akbar. Hayya alas solah, hayya alas solah, hayya alal falah, hayya. Baqirib, onu eskisi kelmedi, o chaqiruvi o'tmaydi. Bu ahiret chaqiruvi bu. Bu ahiret chaqiruvi. Namozga asinglar, qutuluğa asinglar deb turib, bishara azonchi shin yuragi bilan ayqaylab